Tasavvur qiling, bu sizni kelajakdagi uyingiz. Aqlli uy o'zi nima? U qanday ishlaydi? Aqlli uylar kelajakdagi hayot bugundan boshlandi. Aqlli uy bu internetga ulangan qurilmalar orqali uyni avtomatik boshqarish tizimi. Telefon yoki ovoz yordamida ham hammasini nazorat qilish mumkin. Sensorlar haroratni, harakatni va yorug'likni sezadi. Markaziy tizim bu ma'lumotlarni qayta ishlaydi va kerakli buyruqlarni beradi. Aqlli uy imkoniyatlari. Aqlli chiroqlar, aqlli eshik qulflari, kameralar, konditsioner va ovozli yordamchilar. Bular qulaylik, xavfsizlik va energiya tejashni ta'minlaydi. Afzalliklari. Aqlli uy vaqtni tejaydi, elektr energiyani kamaytiradi va uyni xavfsiz qiladi. Hatto uyda bo'lmasangiz ham hammasi nazorat ostida bo'ladi. Kamchiliklari. Internet bo'lmasa ishlamasligi mumkin. Boshlang'ich narxi qimmat. Shuningdek, maxfiylik masalalari ham bor. Xulosa. Aqlli uylar bu kelajak emas, bugungi haqiqat. Siz aqlli uyga tayyormisiz? Fikringizni izohda yozing va bundan keyingi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling.